Assalamu alaikum muhtaram televizor ko'ruvchilar, ko'rib atqaninglar Erkin Asiya radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mush bir hafta jarayonida Uyg'urlarga doir berilgan bir qism radio xabarlarimizni eslatib o'tamiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Tayvan mustaqilligini targ'ib qilgan siyosiy partiya guruhlar yaqinda axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Rabia Qadiri xonimni Tayvanni ziyorat qilishga rasmiy taklif qilgan. Ma'lum bo'lishicha, payshanba kuni Tayvan Birligi ittifoqi Sayyingmin hukumatidan Rabia Qadiri xonimga viza berishni talab qilgan. Ammo Rabia Qadiri xonim o'zining texicha Tayvanni ziyorat qilishga viza iltimos qilmaganligini bildirdi. Türkiye Stratejilik Düşünceler İnstitutu'nun mutaxassisi doktor Erkin Ekrem bu vaqt fikir bayon qilib, Rabia Qadiri xonimning Tayvanda ziyarati bo'lish masalasining kuchlik bas munozaraga duch kelganligini, bo'libmi Sayyingmin hukumatining Xitoyning qattiq besimiga uchraydiganligini bildirdi. Anglaguvchilardan birining radiomizga yo'llagan maktubidan ma'lum bo'lishicha, Xitoy doiralari navbatda Shayar noyisida umumyuzlik holda masala topshirish yig'ini uyushtirmoqda ekan. Egallanishicha, atdigan soat 8 dan kech soat 8 ga qadar davom qilayotgan bu masala topshirish yig'inida yerlik aholilar ilgari bilib bilmay sodir qilgan jinoiy qilmishlarni ma'lum qilishga majburlanmoqda ekan. Radiomiz ziyoratini qabul qilgan Shayardagi soqchi xodimlarining bayonlari bilan Ündidarda tarqalgan ovozliq yig'in chaqirig'i mazkur maktubda deyilganlarning to'g'riligini dalillamoqda. Xitoyning Uyg'ur avtonom rayoniga yangidan tayinlangan partiya sekretari Jin Chuango o'tgan yil 9-oydan boshlab Uyg'ur diyorida atalmish qo'shmoq tuqqan bo'lish siyosatini yo'lga qo'yib, har bir Xitoy kadri oilasining birdan Uyg'ur tuqqani bo'lish va har bir Uyg'ur kadri oilasining birdan Xitoy tuqqani bo'lishni tashabbus qilgan edi. Yaqında Uyg'ur elidan radiomizga kelgan inkaslardan qaraganda Jin Chuangoning atalmish qo'shmoq tuqqan bo'lish siyosatining rayonda o'zi kutgandek unum bermayotganligi ma'lum. Siyasi analizchilardan Dunyo Uyg'ur qurultayining muavin raisi Farhod Muhammadi bu vaqtda inkas bildirib, Xitoyning atalmish qo'shmoq tuqqan bo'lish siyosatini tanqid qildi. Uyg'ur elidan kelgan uchurlardan ma'lum bo'lishicha, o'tgan oyning 15-kuni G'ulji shahrining Qozonchi soqchixonasi odam tashkillab Aydong masjidi imomining uyini aqtirgan. Egallanishicha, uydagi qochquchilarning ko'pligidan gumonlangan soqchilar aqtirishni yanada kuchaytirib, yer osti uyida diniy ta'lim olayotgan 10 necha bolani bayqagan. Buning bilan soqchilarning mazkur imom va talib bolalar, ularning ota-onasi urug' tuqqanlari bo'lib, 300 ga yaqin Uyg'urni tutqun qilganligi ma'lum. G'uljidagi soqchi doiralari bu vaqtda eg'iz etishni rad qilgan bo'lsa-mu, ammo Aydongdagi tutqun qilish harakatini inkor qilmadi. Dunyo Uyg'ur qurultayining muavin raisi Seyit Tömtürk apandi bu vaqtda inkas qaytirib, Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan diniy jihatdan bostirish siyosatini qattiq aybladi. Radiomizga kelgan inkaslardan ma'lum bo'lishicha 25 yanvardan boshlab G'ulji shahrida jiddiy holat yurgizilib, Xitoy askarlari Bronovik va harbiy avtomobillar bilan shahar ko'chalarini aylanib, aybi ko'rsatishga boshladi. Egallanishicha, G'uljidagi hukumat organlarida 24 soat navbatchilik tutirish uqtirilgan. Ba'zi joylarda uy aqtirish elib berilganligi ma'lum. Bu hol shahar xalqida ansizlik paydo qilmoqda ekan. Tunugundan buyon ijtimoiy taratqularda tarqalgan sin ko'rinishlardimi bu ahvolni dalillamoqda. Dunyo Uyg'ur qurultayining bayonotchisi Dilshod Rishit bu vaqtda inkas bildirib, Xitoy askarlarining bu harakati 5 fevral G'ulji qirg'inchiligining 20 yillik xotir kuniga yaqinlashib qolganligi bilan munosabat ekanligini taxmin qildi. Egallashimizcha, o'tgan hafta Urumchidagi har qaysi universitetlarda diniy e'tiqod cheklimasiga doir 7 moddalik belgilama e'lon qilingan. Bu haqda radiomizga kelgan inkaslardan ma'lum bo'lishicha, yaqinda Urumchidagi universitetlarda ochilgan bir yig'inda o'qituvchilarning dars planlari bilan har soatlik dars tayyorligi tekshirilganligi, o'quvchilarga diniy e'tiqod va yoki milliy bo'lgunchilik ideyasini targ'ib qiluvchilarning qattiq jazolanganligi haqida ogohlantirish berilgan. Germaniyadagi Uyg'ur ziyolilaridan Abduali Tursun apandi bu vaqt fikr bayon qilib, doiralarning oliy ma'rif sohasida yurgizayotgan bu ig'ir besim siyosatini qattiq tanqid qildi. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Asiya radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.